Assalomu alaykum obunachilarim. Mana bugun yangi obyektimizga keldik. Bu uy bitgan uy ekan, mehmonxona ekan. Uy egasi yoqmay qolibdi, o'zgartirib bering. Hamyam bop, sal o'ta anaqa qimmat bo'lmasa ham o'xshatib beringlar dedi. Endi keldik bugun. Xo'sh, basseynimiz 7 sm qilib podsetkali qilgan ekan avval. Bizdan avvalgilar. Endi u paytlar shunaqa moda bo'lgan bo'lsa kerak. Biz natijniy qiladigan bo'lyapmiz mayda. Uy egasi natijniy qilib bering deyapti. Natijniy qilinadigan bo'lsa, mana uni 7 sm xuni ko'p qoladi dedikda, 10 lik taxtani qoqdik, mana yoniga 10 lik taxtani qoqdik. Shunda 3 sm tushirsak, mana 7 sm baget tushadigan qilamiz. 7 sm baget tushadi, mana pechenniz tushadi. Mana gipsokarton qatiryapmiz-da. Mana bitta baget 10 lik baget tushadi. Bu gipsokarton aboy bo'ladi, o'rta natijniy bo'ladi. Natijniy paterlar bo'ladi. Devorlarimiz aboy bo'ladi. Yana bitgandan keyin bitta chiroyli qilib obzor qilib ko'rsatamiz. Ma'qul keladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xizmatdamiz.